Endilikda gaz va svet uchun kompensatsiya pullariga onlayn masofadan ariza berishingiz mumkin. Bu to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori tasdiqlandi. Qarorga ko'ra 1 fevralgacha onlayn ariza berish imkoniyati yaratilishi kerak. Bu qarorni tanishib, to'liq o'qib chiqdim. Qismlarga bo'lib video chiqarib boraman. Shu sababli profilni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, kuzatib borishni tavsiya qilaman. Siz gaz va svet uchun kompensatsiya pullarini olishda har oyning 16-sanasi onlayn ariza kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizga ikkita ilova kerak. Bittasi MyGov ilovasi, ikkinchisi MyIxma ilovasi. Bu ilovalardan biridan foydalanib siz onlayn ariza kiritishingiz mumkin va arizangizni holatini shu ilovalarda kuzatib borasiz. Qaysi toifadagi shaxslarga bu kompensatsiya pullari to'lab beriladi, qanday holatlarda arizalar rad qilinadi, qanday holatlarda arizalar qabul qilinadi, alohida tushuntirib, batafsil videolar qilib boraman. Videoni ko'proq odam ko'rishi, xabardor topishi uchun like bosing, tarqating. Profilni yo'qotib qo'ymaslik uchun, davomiy videolarni kuzatib borish uchun obuna bo'ling. Salomat bo'linglar.